Salam dostlar, yaxşımısızlar? Mən Gülmiradan barlığınızға otuq salam olsun. Əmdi bugün biz sizlərə Hydration şirketimizin bulavmay mahsulatını tushuntirib o'tmoqchiman. Bu o'zi ichimlik yo'sinda chiqadi, ya'ni biz yog' qarqatdamdiq, shunga o'xshaydigan bir meva. Bu mahsulotimizni biz Mishaga Qingdao shahriga kelib, mahsulotni iste'mol qilib 3 kun jarayonida ko'rgan alayda unumlarni bilgan sizlarga so'zlab o'tmoqchiman. Chunki biz sizlarga unumni so'zlab bergan vaqtlarimizda onandikin bu mahsulotning sizlarning qaysinlarga bakrak mos keldigini farq eta olasizlar. Bu mahsulotimiz biz darslik qilib o'tgan vaqtda birinchi bütün metal buzumning xizmatini aktivlashtirib berdi, erkin radikallarni tozalab berdi degan. Shu bo'yicha biz bu mahsulotni elib iste'mol qilingandan keyin bizdek masalan semizrak ayol kishilar bo'lsa badandagi mayni serib berish rolini intayin yuqorliqini o'z ko'zimiz bilan ko'ra oldik. Undan keyin qolsa mushu badandagi toksin haydash rolining haqiqatan kuchliligini yana bir qaytam cho'nqur tushunib yetdik. Chunki bu qavziyat bo'lib qolgan alayki xonim qizlar bo'lsin, apandimlar bo'lsin, o'rtaq bir xil yo'silda o'xshash 30-60 necha bir odamlarning hammasi bir xil vaqt ustida iste'mol qilgan vaqtimizda bu mahsulotning haqiqatan unumni ko'rsatganini, hammamizning ichimizning bir xitimdan tozalanganini hammamiz bir o'rin kelgan vaqtimizda mahsulotning unumi so'zlagan vaqtimizda demak bu oshkorlanib chiqdi. Endi bu mahsulotimiz butun badandagi toksin haydash, zahar qaytirish, erkin radikallarning xizmatini tuvan holatga, ya'ni passiv holatga tushirish orqali badandagi zo'g'lashgan zaharni tashqi qismdan ichki ichimdan ichib, tashqi qismdan haydash rolining naqadar cho'nqurligini yana bir qaytam cho'nqur tushuntirib yetkazgan alayda mahsulotimiz bulavmay mahsulotimiz bo'ldi. Bulavmay mahsulotimizning o'zimi bulav, ya'ni qiyirishni kechiktiradigan mahsulot deb nom bor. Mahsulot barliq o'zida qaziyat bor, o'zi semiz, uningdan sirt mayli sizdagi yuzingizda dog'ni xo'rak bo'lsin yoki bo'lsin badanda toksit ortib ketgan barliq xonim qizlar, apandimlar, hatto yosh o'smir bolalarni iste'mol qilishga bo'ladi.